Bugün sizlarga o'xshatib chamg'urlag'mani etib keldim. Ajoyib o'xshaydi. Ma'xillag'mani etishni o'rganolmasanglar bek ziyon tortisizlarmi, lekin. Mush ayrimxonni bek so'rab ketdinglar, lag'man xamir jug'urishni bir o'tib qo'ysangiz deb. Men bugun buning tafsiliy darsini olib keldim. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Videoda ko'rsatilgandek 500 gram unga 300 gram suv, 5 gram tuz, bir tal tuxum chiqib xamirga ravurs ishlab 10 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Bu araliqda biz ketarlik saylarni yuvib tayyorlab olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha necha bo'lakka bo'lib jiz qilib olamiz. Har qatim jiz qilgan vaqtimizda cho'qim ustini bir mayli bitimiz, bo'lmasa xamir chaplashib qoldi. Endi qilgish bo'lsin bo'ldi, qo'ygish bo'lsin bo'ldi, videoda ko'rsatgandek nepizalatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Chamg'urni videoda ko'rsatgan bo'yicha sal yuqori qilib to'g'rab olamiz. O'zingizning yoqtirishi bo'yicha to'g'rab olsanglar bo'ldi. Ketarlik materiallarni dimsamni ko'rib bilib oldinglar qachon. Eng muhimi say qo'rish. Endi mingul yeshil o'lchimidagi tunji siqim sapsarang yig'dan qo'yib yaxshi qizitib olamiz. Mingul markasidagi maylarimizga har qaysi joylardan vakolat qabul qilamiz. Qiziquvchilar ayrim uchur qiling. May qizgandan keyin go'shtni silib bir ishga qo'rvatgandan keyin tuz silib 2 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Bundaq pishirgan go'sht ajoyib yumshoq pishidi. Endi piyozni silib bir ishga qo'rvatgandan keyin uyimizda chanvagan lazdan bir qo'shiq, tandir qiyamdan bir qo'shiq silib qizartib olamiz. Endi sho'mijavdan 2-3 dalni to'g'rab silib bitimiz. Bundaq vaqtimizda suyimiz ochiq-chiq chiqadi. Undan keyin sabzi bilan chamg'on silib 3 minut atrofida qo'raymiz. Undan keyin tandir bilan samsaqni silib suyini chiqarib olamiz. Ma'qul usulda qo'rilgan chamg'urlag'mini ajoyib yeyishlik bek o'xshaydi. Undan keyin sayning rangini chiroyli chiqarish uchun qizil laz, ko'k lazlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha cho'ngroq qilib to'g'rab, bularni bir ishga qo'rvatgandan keyin sayning jihozliq qarta muvofiq miqdorda suv quyib, yaxshi ilashtirib olgandan keyin 2 minut atrofida dumlaymiz. Undan keyin tam qo'rishlardan azroq tuz silib bitimiz. Yaxshi ko'rsanglar azroq oqmish silib olsanglar bo'ldi. Mana ajoyib o'xshagan chamg'urlag'imiz tayyor bo'ldi. Suylari intayin quyuq shirinlik chiqdi-ya. Mushalat say qo'rsanglar bek o'xshaydi. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Sizlar uchun yaxshi mazmunlarni chiqarib berish uchun kunda tirishiman. Qo'llash ustidan inkas rayniga jiq, haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'inglarga rahmat. Endi cho'pimizni eshib videoda ko'rsatgan bo'yicha qozon silib pishirib olgandan keyin sayin silib lam iste'mol qilsanglar bo'ldi. Hech qanday tamxurishlari dardirman qo'shmadik, lekin ajoyib o'xshadik. Sayning suyimi intayin shirinlik, mau tamni uyingizda lam tetalaysiz jimo, lekin cho'qim bir etib sinab yiqing.